Bu video bir qorindan talashib tushgan aka-uka va opa-singillarga tegishli. O'rtoqlar, hech o'ylab ko'rganmisizlar, nimaga aka-uka opa-singillarni aynan jigar deyshadi? O'pka, yurak va hokazo organizmlarga emas, jigarga o'xshatishadi. Nimaga? Chunki inson organizmida faqatgina jigar yomon qon, virus, kasalliklarni o'ziga tortar ekan. Qolgan organizm bu ishni qilmas ekan. Aynan shuning uchun ham jigar deyilar ekan. To'g'ri, afsuski hozirgi kunda ba'zi bir jigarlar 7 yot beginadan ham battar ish qilishmoqda. Lekin 7 yot beginalar orasida hattoki jigardan-da qalin bo'lib ketgan, yaqin bo'lib ketgan insonlar ham topiladi. Shuning uchun bu videoni siz o'zingiz uchun va Alloh uchun yaxshi ko'rgan jigaringizga jo'natib qo'ying. Meni ham jondan suygan jigarlarim bor. Sizni yaxshi ko'raman.